Assalomu alaykum, mana obunachilarim, kuzatuvchilar, to'qishga ishqibozlar. Men mana shunaqa chiroyli narsa to'qishni boshladim. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Buni mana shunaqa polo ip, mana shunaqa polo ipdan foydalandim. Mana qaranglar. Kurchogim bo'lsa 1.3 ingichkaligi. Mana bu orqa tomoni ham bor, bu 2.0lik, bu bo'lsa 1.3lik. Mana shundan foydalanib to'qishni boshladim. Mana qaranglar, juda ham chiroyli uzor. Buni kichkina qizchalarga ham to'qisanglar bo'ladi, nimcha qilib, bez rukavka ham. Meni diqqat bilan kuzatib borishinglarni so'rayman. Marhamat, kuzatib o'zingizlarga, papkanglarga olishinglarni iltimos qilaman yoki o'zingizlar bilasizlar. Xullas, mana qaranglar, kuzatib boringlar mana qizlar. Xullas, mana shunaqa yozib oldim. Marhamat, o'zingizlarga olinglar. Bu yerda 12 ta zanjir olamiz qizlar. Diqqat bilan kuzatinglar. Mana yana 12 ta zanjir olamiz qizlar. Tadan 3-zanjirdan kirgizib, yana ilib olib, stolbik nakidi bilan to'qiymiz. Xullas, shunaqa usulda sizlarga qancha santimetr kerak bo'lsa, xuddi shu usulda olasizlar qizlar. Razmeringlarga qarab, shunaqa nakid stolbiki bilan qilib olasizlar o'zingizlarga qizlar. Endi bu cheti, oxirgi chetini shunaqa qilib to'qib, stolbik chiqarib, dumaloqimizning ichidan ilib olamiz. Mana, endi diqqat bilan bu yog'ini kuzatib boringlar. Endi 8 ta zanjir olamiz. Uchta zanjir olib, yana 3 ta teshikni hisanimiz 1, 2, 3 mana 4-sidan kirgizamiz. Endi bu yog'iga 5 ta teshikka nakidsiz ilib to'qib chiqarib olamiz. Mana chiqarib oldik qizlar. Endi yana 3 ta zanjir olamiz. Diqqat bilan kuzatinglar, qatdan ipni ilib olishni qaranglar qizlar. Shunaqa qilib, nakidsiz, stolbiksiz 5 ta joydan ilib olamiz. 5 ta bo'lishi kerak. Sanaganda yanishmasdan to'qinglar qizlar. Yana 3 ta zanjir ilib olib, birinchi ilib olgan joyimizdan yana ilib chiqaramiz nakidsiz qilib. Yana 3 ta zanjir olamiz, aylantirib. Yana 5 ta joydan nakidsiz
ilib to'qib olamiz. Diqqat bilan kuzatinglar, qaranglar, hamma ikkitalik emas, orqasidan bitta anaqasidan ipdan to'qib ilib olinyapti. O'shanda shunaqa chiroyli gul hosil bo'ladi, yanishmasdan. Qarab diqqat bilan to'qisanglar, sizlarda ham shu hosil bo'lib chiqadi. Mana 5-inchisi. Yana 3 ta zanjir olib, qizlar hozir uni dumaloq qilib to'qiymiz. Bu ham bizga kerak bo'lib qoladi. Mana qaranglar, xuddi o'sha joydan. Mana. Endi yana 5 ta nakitsiz to'qishni boshlaymiz. Bu yog'ini diqqat bilan kuzatib borishinglarni so'rayman, qizlar. Bu narsa qizlar boshidan boshlaganimizda takroran 8 marta stolbiklar kelib chiqishi kerak. 8 ta. Diqqat bilan kuzatinglar. Bu hozir endi 3-inchisi ketyapti bizda. 3-riyadimizda. Har riyad olganimizda 5 ta nakitsiz qilib to'qib olamiz. 5 ta tugagandan keyin 3 ta zanjir olib, yana boshidan boshlagan dumaloq teshigimizga ilib olamiz, qizlar. Mana 5 tani to'qib boshladik. 1. Bu 2-inchisi. 3-inchisi. 4-inchisi mana. Mana 5-inchisi oxirgisi. Endi 3 ta zanjir olamiz, qizlar hozir. Keyin boshida dumalog'imizga yana ilamiz. Deb biriktirib olamiz. Endi yana mana ko'rdinglar, mana 3 ta stolbik. 3 ta qator degani xullas. Shunaqadan 8 qator qilasizlar. 3, 4, 5, 6, 7, mana 8-inchisi oxirgisi, qizlar. Shu yo'sinda mana endi oxirgacha 8 ta qilib to'qiymiz. Xullas 8 ta stolbik chiqishi kerak, hammasi bo'lib hisoblaganimizda. Endi keyingisiga yana boshqatdan xuddi shu yo'sinda boshlaymiz. Mana qaranglar. Mana yelpig'ichimiz hosil bo'ldi. Buni yelpig'ichli uzor deb nomladim.